Assalomu alaykum va rahmatulloh qadrdonlar. Bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Samandarak qishlog'ida shunaqa bir-biridan go'zal bo'lgan, chiroyli bo'lgan darvozalarda Xudo xolasa obzorini qilib o'tiladi. Hozirgi qilingan darvozalarimiz aksariyati qalin listda bo'lgan, 1.8 listda bo'lgan, ikkinchi qavatlari ham bo'lgan. Shunaqa high-tech fason darvozalarni ham tanlashlari mumkin fasonlarini. Darvozalarimiz nikellargacha yopishtirilgan. Mana shunaqa joylari. Bu joylar lekin lak linkasini ko'chirilmadi. Ustidagi qog'ozlarni ko'chirilmadi. Bir qator ko'rishlari mumkin xudo xolasa. To'g'rimizda ham bor. Mana shunaqa holat darvozalarimiz. Bir-biridan go'zal bo'lgan darvozalar xudo xolasa. Bir boshdan keyin obzorini qilib o'tamiz inshaalloh. Xohlasa shunaqa. Videoni boshlashimizdan oldin xudo xolasa videolarimizga like bosishlikni, kanallarimizga obuna bo'lishlikni tavsiya qilib qolamiz. Qani bo'lmasa videoni boshladik, ketdik. Assalomu alaykum. Yana bir bor qadrdonlar. Bugun mana xudo xolasa ob-havolarimiz ancha salqinlab qoldi. Shunga qaramasdan darvozalarimizni yig'ib bir qator obzorni qilib o'tamiz inshaalloh. Darvozamiz juda ham go'zal bo'lgan darvozamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana joylarni ko'rishlaringiz mumkin. Yog'och deb o'ylamanglar. Kraskasidan shunaqa qilib ishlangan. Darvoza temir listdan bo'lgan darvozamiz. Darvozamiz razmerlari eniga 4,5 metr bo'lgan, balandligiga 3.10 razmerda tushadigan darvozamiz bo'ldi. Darvozamiz 1 kvadrat metri 1.280 ming so'mdan bo'ldi. Bu darvozamiz 2 qavatlik, 2 listdan 2 qavat bo'lgan. Orasiga steklovotalar bosilgan, shu izolyatsiya qilingan xudo xolasa. Mana oldi tomoni tekis turibdi, orqa tomoni mana shunaqa silliq bo'ladi. Stoykalarimiz 8 ga 8 profil bo'ladi. 2 lik stenkada bo'ladi. Mana shunaqa profillar buni terib chiqilgan chekkalargacha 20 metr qilingan, chiroyli qilib xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Keyingi darvozamiz bu ham 2 listdan 2 qavat bo'lgan darvozamiz xudo xolasa. O'ta go'zal chiqqan darvoza xudo xolasa. Bir qator ko'rishlaringiz mumkin. Mana chekkalariga shunaqa listlardan bosib, oralariga steklovotalar qo'yib, shu izolyatsiya qilingan. Bu darvozamizni ham stoykalari 8 ga 8 profildan bo'lgan. Tagiga shvillerlarni qo'yib, uстановkalarni qilib, chiroyli qilib o'rnatib beriladi. Keyingi darvozamiz high-tech fason darvozamizda zamoklari Zuber zamok, nikellargacha qo'yilgan. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. O'ta go'zal holatda, chiroyli holatda ishlangan. Mana shu joylariga ham bir sara solib qo'yishlaringiz mumkin. Xudo xolasa shaklarida ham bundan ochiq joylari yo'q. Taglarigacha kraskalar sachilgan bo'ladi. Taglardan zang chiqarib qilinmaydi. Darvozamiz razmeri kichkinaroq, buni ham balandligi 3.10 razmeriga tushadi. Eniga 3.20-25 santimetrgacha cho'riydigan razmerdagi darvozamiz. Bu darvozamiz 1 kvadrat metrini 1.250 ming so'mdan yasab olib o'rnashtirib berilaveradi. Xudo xolasa. Xato ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz ham shu 2 listdan 2 qavat bo'ladi. Mana shu joylarga steklovota bosilgan bo'ladi. Ana bu joyiga ikkinchi qavati mana shu joyi. Buni orasiga steklovota bosilmaydi endi, chunki mana bunaqa bosilma bo'lishi mumkin. Bu joyi 1 qavat. Bu joyi 1 qavat, nikel qo'yilgan. Mana bu ham 2 qavat bo'lib qoladi. Chiroyli holatda yasalgan. Keyingi darvozamiz. Bu chiroyli darvozamiz ham xudo xolasa Chechen darvoza ham deb qo'yishadi. Darvozamiz ham shunaqa nikellargacha yopishtirilgan, grammatexlargacha sachilgan. Kraskalarimiz hammasiniki hozir shu mokriy asfalt rang urfga kirdi. Mokriy asfalt rang GK kraska sachilgan. Devo kraska, mashinaning kraskasidan sachilgan
3 yilga kraskalarga garantiya beriladi. Xudo xolasa uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Nikerlari ham ko'chib ketib qolmaydi. Xudo xolasa zo'r chiqqan. Bog'lariga ham e'tibor qo'yasizlar. Zamoklari Zuber zamok bo'ladi. Bu darvozamiz stokalari shiviller. O'sha 12 lik shiviller qo'yib beriladi. Darvozamiz hammasi shu o'zimiz respublika bo'yicha narigi darvozamiz Toshkentga o'rnashtiriladi. Narigisi o'sha Chorboqqa, ko'proq Toshkent tomonlarga o'rnashtiriladi. Bitta darvozamiz o'zi Samarqandga o'rnashtiriladi. Xolos, xudo xolasa. Qani bu tomondagi darvozamiz. Bu tomondagi darvozamiz razmerlari balandligi 3.30 razmeriga tushadi. Eniga mana shu darvozamizga tepa. Eniga 3.25 razmeriga tushadi. 1.8 dan distan bir qavat bo'lgan fasonimiz darvozamiz. Skromniy holat yoqtiradiganlar uchun bosib oladigan joyi, xudo xolasa. Juda go'zal holatda ishlangan. Tekis bo'ladi. Ortiqcha gullari yo'q. Narxlari ham juda arzon. 1.8 dan listdan bir qavat bo'lgan darvozamizni 1 kvadrat metri 780 ming so'mdan qilib beramiz mana shu darvozamiz. Stoka 8.8 bo'ladi, 1.5 lik stenkada bo'ladi. Profillarimiz ham mana shu profili ham 1.5 lik, bunisi ham profil 1.5 lik, hammasi 1.5 lik bo'ladi. Tagida shiviller qo'yib beriladi. Shiviller o'sha Ironning shivillari qalin 1.5 sm keladigan narsa, xudo xolasa. Kraskalariga 3 yil garantiya berilaveradi, xudo xolasa. Uyaltirmaydigan ish bo'ladi bu ham. Keng darvozamiz mana. Buni ham bir qator ko'rishlaringiz mumkin, xudo xolasa. Darvozamizni balandligi 3.15 razmeriga tushadi. 3.15, eniga 3.30 razmeriga tushadigan darvozamiz. Zamoklari Zuber zamoki bo'ladi. Bu fasonimizning ranglari ham shu kraskasi ham mokriy asfalt GK2 kraska sachilgan, grammatiklargacha sachib, xudo xolasa o'ta go'zal qilib o'rnashtirib beriladi. Bu darvozamiz yarim 2 qavat ham deyishadi, chunki mana shu vijir-vijir shu list qo'yilgan joylarning o'zi ikkinchi qavati. 1.8 listdan bir qavat bosilgan, ikkinchi qavatiga mana shu joylariga mana shu list bosilgan orasilarni steklavotalar bosib, shu izolyatsiya qilinadi, xudo xolasa. Yaxshi chiqqan. Bu darvozamizning narxini kvadrat metrini 950 ming so'mdan qilib berilaveradi. Mana shu darvozamizning 1 kvadrat metrini. Keyingi darvozamiz mana. Bu darvozamiz ham o'ta go'zal. O'zimiz fantaziya qilib ishlab chiqarilgan darvozani o'zi. Oldin YouTube kanalimizda ko'rganlar bo'lsa bilishadi. Darvozamizning razmerlari 3.33 sm ga tushadi. Rosa shu to'shni razmerlari 3.33, 3.35 desangiz ham bo'laveradi. Balandligi 3.35, eniga 3.20 razmeriga tushadi. Bu darvozamiz 1 kvadrat metrini 1.280 ming so'mdan qilib berilaveradi. 1.280 ming so'm nikellargacha qo'yilgan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Nikellargacha qo'yilgan, xudo xolasa. O'ta go'zal, chiroyli holatda yasalgan darvozamiz. Bog'lari ham baquvvat bo'ladi. Bog'lar osilsa ham ko'taraveradi, xudo xolasa. Zamoklari Zuber zamok qo'yib beriladi. Darvozamiz narxi shunaqa 1.280 ming so'mdan. Kimga qanaqa darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, bir qator ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa. Qani shunaqa holat. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. O'shanga murojaat qilsalaring, xudo xolasa, aloqaga chiqaverasizlar. Kelishtirib, narxlarni ham arzonroq qilib respublika bo'yicha o'rnashtirib berilaveradi. Endi dastavkasi, endi biz Farg'onadanmiz. Farg'onaning Bog'dod tumanidanmiz. Shu joyda yashaymiz, inshaalloh. Darvozamizda ustanovka qilish jarayonlari respublika bo'yicha tekin, lekin dastavkasiga ozgina qo'shilib qoladi. Qanaqa qo'shilib qoladi endi desalaring, Farg'ona viloyati, Namangan viloyati, Andijon viloyati, Toshkent viloyatlariga bo'lsa, shaharlarga bo'lsa, dastavkasi hammasi tekin. Lekin o'sha Voha tomonga boradigan bo'lsa, dastavkasiga fermerni qo'shiladi. Dastavkasiga alohida qo'shiladi. 500 ming atrofida qo'shilib qoladi. Uzoq yaqinligiga qarab, chunki Sirdaryoga azroq qo'shilsa, Qashqadaryolar bor, o'sha tomonlarga azroq qo'shiladi. Xudo xolasa, narxini kelishtirib, arzonroq qilib berilaveradi, xudo xolasa. Hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa biz xizmatdamiz inshaalloh.
aloqaga chiqaverasizlar, narxlarni kelishtirib arzonroq qilib beraveradi. O'zimiz ham jaydari bolalardanmiz, kelishtirib arzonroq qilib beraveradi. O'zimiz ham dehqonchiliklar qilganmiz, chetga chiqib ishlaganmiz inshaalloh. Shu hunarni bizga Alloh bergan ekan. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib darvozalarni yasayapmiz. Qanaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat.